Assalomu alaykum. Yakkasaroy tumani Muqimiy ko'chasi. Mana ko'chasida uyimizda obzor qilish uchun video olyapmiz. Mana Muqimiy ko'chasi, mana ko'prik tugagan joyda. Mana bitta uyimiz bor. Did kafesi bor. Bitta Timiz instituti ochilgan. Juda ham shinam, juda ham qulay joyda ochilgan. Uyimiz orqasida to'rt etажkali. Domlada. Joyimiz juda ham yaxshi joyda joylashgan, lokatsiyasi zo'rga bo'lishi mumkin emas. Juda ham qulay. Parkovka uchun joylarimiz juda ham ko'p va qulay, mashinalar uchun ham. Anda katta daraxtlarimiz bor. Yozda salqin bo'ladi. Detskiy plashatkalarimiz ham shinamgina, bolalar maydonchasi juda ham yaxshi bolalar uchun. Mana bu yerda parkovka, mashina uchun muammo yo'q. Mana to'rt etажga yonimizda, ro'parasidagi to'rt etажdan 3-etaj. Reklama yaqinda ilindi. Havosiga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r, juda ham chiroyli joylar. Shinamgina. Mana qo'shnilarimiz ham bir-biridan yaxshi, ahil, tinch joy. Anaqalarimiz ham yaxshi yopiladi mana. Kirganda mana podizimiz tozagina va shinamgina. Qishda juda ham issiq bo'ladi podizimiz. Chiroyli qilib gullarni ekib qo'yganmiz. Uchinchi etajda bir xona joylashgan, bir xona ikki xona qilingan. Bismillah. Mana koridorimiz. Tualetimiz razdельный, alohida. Vannalarimiz ham alohida. Mana keng va shinamgina. Juda ham fayzli xonadonimiz. Mana bitta kuxnyaga chiqarilgan, mana bu xonamiz kuxnyaga chiqarilgan. Kuxnyamiz shunaqa ozgina remont talab. Shuning uchun o'zimizni qo'limizdan o'rtada vositachilar yo'q. Kimga nasib qilsa, xayrli barokatli bo'lsin ilohim. Yaxshi niyatlar bilan olib qo'yamiz. Allohim xayrlisini bersin hammamizga. Endi bizning bitta ma'lumotimiz bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'za Ramazon kunlari hamma qo'ldan kelgan yaxshilikni qilyapti. Biz ham qo'limizdan kelgan yaxshiligimizni kim reklama qila olmayotgan bo'lsa, sotiladigan uylarini biz tekinga reklama qilib beramiz. Reklamaga chiqarib beramiz. Faqat sharti bo'ladi, uy o'ziniki bo'lishi kerak bo'ladi. Dokumentlarda muammo bo'lishi kerak emas bo'ladi. Sotiladigan uyni keyin haqiqiy sotiladigan narxini aytish kerak bo'ladi. Telegram kanalimizga tashlaylik. Hamma tashalganlarni Instagram, YouTube kanallarimizda qo'yib boramiz. Tekinga reklama bo'ladi. Bu bizning qo'limizdan kelgan yordamimiz bo'ladi.